Roblox'dagi biz bugungi videoda obunachilar va Amir bilan birgalikda juda ham zo'r o'yin o'ynaymiz bolalar. Plus bir keyboard escape o'yini bolalar. Suv versiyasi bizda dengiz tagida, vahshiy suvlarda bubble'larda ustida juda ham chiroyli asmirga o'yin o'ynab, biz levelimizni maksimum qilishga harakat qilamiz bolalar. Amir bilan challenge va qolgan obunachilar bilan ham bolalar crosslar, obunachilar asta-sekin kiryapti. Sigma jo'qa kirdi. Yo mayo jo'qa. Короче, bola o'yinimiz boshlaymiz. Men 3-levelman hozir. Azgincha yurdim, 3-level bo'lib ketdi. Короче, mana qizlar ham kirib olgan, bola kirayotgan edi. Va aytdi, bola, qizlar hamma kirib olgan. Uji 8 ta odam kirishi mumkin, bola. Ana serverimizga 1, 2, 3, 4, 5 ta odam kirib olibdi uji. Hozir hammasi to'lib ham qoladi dash server, chunki obunachilar hammasi men kirishim bilan o'yinlarga kirib olishadi. Davay, let's go. Shunda demi challenge boshlandi. Tekinga narsa berar ekan, tekin narsa berish. Davay, bitga guruhga qo'shish kerak ekan. Knopka yo'q-ku. Qanday olaman buni? Stage 1 bor ekan, bu yerda boshlar ekan. Mana bu yerda esa reytinglar bor ekan. Reytinglar bizga kerak emas bolalar. Demak, biz o'z qiladigan ishimiz bolalar, mana zurkun azizga bitta qo'yish. Bolalar bu yerda treadmilllar bor ekan. Diamond 18x li Diamond treadmill bor ekan. 45 Robux, 128 lik admin treadmill. Bu 144 Robux ekan bolalar. Ay, Venom treadmill 200x li Venom treadmill bor ekan. Ikkinchi worldga biz 51-leveldan keyin o'ta olar ekanmiz. Easy ekan-ku. Keyin, короче, 45 Robux 18x li bo'lsa, bu yerda 200x li esa 324 tekini bor ekan. Tekinga 3 tadan yugursa bo'lar ekan. Bu ko'paytirib berar ekan bittada. 23 Robux kelsa 4x li treadmill olsa bo'lar ekan. Ketdi biza, короче, Diamond treadmill olamiz. 45 Robux ga olamiz. Kuchayishimiz uchun birinchi sabab va eng zo'r treadmill. Davay, 18 lik bizga normal, chunki byudjetimizga yarasha 80 Robux deb turib, qanchalik ko'p kuchay olar ekanman bola. 80 Robux ga. Hozir biz 45 Robux ga treadmill sotib oldik. Endi qolgan Robuxlarga bo'lar qo'ldan kelgancha mana X dan sotib olishimiz kerak bo'ladi, chunki bu X lar bizga ancha ko'paytirib beradi bizning tezligimizni. 4X atigi 5 Robux ga, chunki crosslar kam Robux ga juda ham ko'p tezlik sutirsa bo'ladi. 16X speed desa bo'lar 6 Robux ga, atigi 6 Robux ga bo'lar. Ko'rayotganida 23 tadan beryapti endi menga. Bitta biza kubiklarni yig'ishimiz mumkin, reverse ham qilsa bo'lar ekan. 10-levelda o'sha reverse qo'rsam bo'ladi bolalar. Va endi yugurib turib, o'sha yana reverse ga tayyorlab olaman. Juda ham ko'p reverse qilsak, bizning tezligimiz kuchayib boraveradi. O'shanga qarab, 648 tadan beryapti. Yo-mayo, hozir 20-levelda reverse qilamiz yana bolalar. Mana короче, reverse tayyor, easy reverse qilib qo'ydik. Mana nima? Fayl etyapti-ku. Bo'pti. Короче, endi bu yerda aniq qolmadi. Teknifa ham bor ekan bu yerda. Yo-mayo. Mana uni kuchaytiramiz. 30-level qilishimiz kerak yana bolalar. 30-level ham easy qilib qo'yamiz. Keyin 2x bo'lar ekan. 2.5x bo'ladi bizning reverse'imiz. Bizning tezligimiz уже 50 bo'ldi. Hozir biz 51-levelda o'tadigan bo'lsak, World 2 ham o'ta olamiz. Qani yana qanaqa narsalar bor? Shop bor ekan bu yerda. 2x speed 10 minutga 2x speed qilib berar ekan. 4 Robusga sotib olamiz bolalar. 10 daqiqaga 2x speedni. You purchase a key speed failed because something went wrong. Nima deyapti bu? Qanaqadir muammo bo'lyapti bolalar. Menimcha ko'p Robux narsa sotib oldim shekilli. Yo, assalomu alaykum deb obunachilar kirib olgan o'sha bolalar. Biroz jam bo'laylik. Hamma kirib olibdi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Короче, bolalar, sizlar ham mana bu yerda shuni o'ynamoqchi bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Har doim random eng avval 5 ta bo'lsin bizga qo'shaman bolalar har bitta videoda, keyin Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bitta kubikcha oldik bolalar. Mana bu yerda kubiklarimiz bor. Hozir ikkita steplini olganman. Bu yerda bizga hozir maksimum 50 ta kubikcha kerak. Yo'q, hozir 10 ta kubikcha kerak. 10 ta kubikdan keyin biz 5 stepni olamiz. Ketdi. 61 ta medaling bor. Qayerda olding darrov? Amir shu strida вообще. Yomon qo'lyapti ana, yomon qo'lyapti. O'rdaklar qo'lar ekan. Mana yerda plus 5 ta berar. To'xta. Bu ketar-ku menimcha. Ida yoqamini o'tirish kerak. O'rtadan sakrab o'tish kerak ekan. Imom tushib ketdi bechorona bola. Bu yerda uchun 20-leveldan baland bo'lishimiz kerak. Tsunami kelar ekan bu yerda bola. Kel. Men ketolman. Uji tsunami kelyapti, ketimni. Tsunami kelyapti, qoch. Bo'ldi, keldim. 50 ta kubikcha berar ekan. Bu yerda uchun 31-level bo'lishimiz kerak. 31-level emas bizda hozir. 50 ta kubikka mana bu yerda olib qo'yamiz. Endi 50 ta kubikka biz mana uni oldik bolalar. Endi menga 1.5 kadam beryapti. 18x ga minadigan bo'lsam 28 kadam beryapti menga. Yo-mayo, reverse qilib tashlaymiz bolalar. Уже 30-level bo'ldik. 40 kam hozir easy borib qo'yamiz. 40-levelga borganimizdan so'ng biz yana bitta reverse qilishimiz mumkin bo'ladi va biz 3x ni ochamiz bo'ladi. 3x ko'payadigan tezligimiz yana 3x tushunasizlarmi?
maksimum nechinchilarga boshimizda ham video oxirigacha ko'rasizlar bolalar. Keyin biz ham mana bu yerda qanaqadir rol olsa bo'lar ekan, bu yerda omad qo'shib berar ekan. Bu omadga nima qilsa bo'ladi? Nima narsa bu, Amir? 4x lak deb qo'yganmi? Aha, olib ko'rdim men. Nima qilar ekan bu? Biz omadsiz chiqdi menga. Men omadsizman. Короче, hozir chaysan 40-level bo'lak. Yo, 36-levelmiz, короче, kutib o'tirmaymiz. Mana yo'qolib qopti. Vay, shunga kamayib qoldi-da, asta-sekin asta ko'payayotgandi. Mayli, hozir yana 50 topib kelsak, biz iloji bo'lsa 250 topib kelishim kerak. O'shanda ancha kuchayib ketaman-da bolalar. Mana bu yerda o'tib ketamiz. Ikkita o'rdak hozir o'tib ketaman. Ayt, Amirchi ketyapti, qara, yetib olamiz hozir. Yo, what's up, baby? Let's go. Amir ukam. Qanaqa Roblox chatyapman? Albatta. O'tdim. Mana bu yerga ham o'tdim. Mana bu yerga ham o'taman. Don't stop on the bubble. Endi men qaytga o'taman. Men qaytga boraman endi. Voy. Nariyoqqa qanday boraman men eng qizig'i? Ayyo. Tushunib bo'lmadi bunga вообще boroy. Nima? Menda har xil treyler bor ekan. Ko'proq kubik kerak ekan bolalar, normalroq treyler olish uchun. Assalomu alaykum jonim. Oy, mana yerda qisqirib ketyapti. Tezga kam ekan buni ham bolalar. Men nomera deyman, qarorcha hisoblasanglar. Allakki degan narsa yo'q qo'ygan. Omadsiz degan. Rostdan omadsiz ekanman. Shiki deganim qaranglar. Mayli, necha. Hozir boshqatdan boramiz, easy. Bolalar kubikchalarni 140 bitta qilib qo'ydim. Endi biz hozir nima deysizlar, men yana boyagi narsani ochib ko'rsam. Davay, nima tushar ekan bizga? Iltimos, tezroq. Fastest noob. Menga musulasa tushdi yana. 37-level bo'ldik. Hozir biz 40-level qilib olamiz va bu yerda biz 40-levelga aniqsagan bo'ladi. Bu nima bu? Nima bu? 4x treadmill narxi. Treadmilllarning narxi ekan bu. Shopda nima bo'ladi? Bu 2x. O'shani olmoqchi edim. Negadir olmayapti ekan. Yana haligacha olmayapti. Bitta menimcha o'yinga chiqib kirish kerak bolalar. Azizcha chiqib kiramiz shekilli. Hoppa bola, chiqib kirdim o'yinga. Fastest noob degan berib qo'ygan. Eng tez noob. Eng tez noob ekanman men. Qara cho'p kiramiz, 2x ni bosib ko'ramiz. Qani 2x berarmikan bizga? Iltimos, da 2x ber. Nimaga berib olmayapti? Robux ishlatmoqchiman, lekin ishlatib olmayapti nimagadir. Menda qara, 60% friend boost bor. Friend boostim bor bolalar. Keyin bitta hamma obunachilar bolalar ko'ryapsizlar. Hamma obunachilar. Hammasi bizga durustga qo'shilgan shunaqa. Qarachi ketdi, tezlikni ancha kuchaytirdik. 8 soat to'r bo'ldi. Endi kubiklarni juda ham tez borib olib kelishimiz mumkin bo'ladi. Bolalar 255 ta kubik qilib tashladim va mana bu yerda 91 stepni oldik bolalar. Endi buni olganimizdan keyin menga 7 kadan beryapti yugurganim uchun. Mana bu yerga chiqsam esa menga 133 qanchalar reverse tayyor bolalar 3x ni ham ochib oldik bolalar. Agar endi reverse yaqinlashadigan bo'lsak, bitta reverse qilib, keyin bola Word'ga o'tishimiz. Hech polностью oxirigacha aniq qilib qo'ymadik. Bormadik. Shu oxirigacha bora olishimiz kerak. Treyler bor ekan, treyler ancha qimmat ekan. 2x ligi 325 ta kubokchalik, mana 255 ta bor haligacha. Ha 14x ligi bor ekan. Robux umuman olmayapti. Titles bor ekan, qanaqa title. Bu title. Bu hech qanaqa menga narsa bermaydi menimcha. Yana bilmadim ekan. Уже 40-level bor lekin bizda. Уже 40-level bor. Easy bolalar. Aytdi gold treadmill, mana normal o'rtacha treadmill bor. Diamond 18x ligi bolalar, lekin mana Venom bor-ku 200x ligi va dahshat bo'lsa kerak. 200x qilib beradi bola tezlik tushunasizlar, 200x. Yo bolalar, yaxshi tezligi biz qilib qo'ydik. 92 bo'ldi tezligimiz. Endi bu yerga bolalar polностью biz oxirgi level qaysi levelgacha borsak, stejgacha o'shangacha borishimiz to'g'ri keladi. Maksimum levelimiz 43 bolalar. Day, tsunami kelib o'rtamizdan. Yo, tsunami vashti tormoz ekan bizga. Day, mana bu yerda o'tamiz endi. Hoppa, yaxshi. Yaxshi. Mana bu yerda tushunmayapman, qanaqa o'tish kerak orolchadan? Islandda o'tish kerak oroldan-da. Voy, qochilar. Mana o'rdachalar qo'yapti. Hammasi obunachilar qo'yapti, ular ham mining qilyapti kerak. Yusal qoldi. Mana bola o'lib qoldimi? Bechora shoshilib qo'ydi, asli tushib ketdilar pastga. Davay. Yo'qole, tsunami. Voy, sekin tushib ketmasligimiz kerak. Yaxshi, mana bu yerga. Don't stop on the bubble island. Don't stop. Mana. Tushundim bolalar. Endi sakrab o'tish kerak, yurib. Endi bitta 36-leveldan baland bo'lishimiz kerak. Men desa 43 bolalar, bu yerdan ham easy o'tib ketsam kerak.
Hozir harakat qilib ko'ramiz, day. Yaqin kelib olamiz. Let's go. Oy, davay. Bo'ldi. Mana shu o't. Uy, yaxshi. O't 280 ta. Bitta o'tishimiz uchun 43 tezlik kerak. Men desa 43 bolalar. O'tishga harakat qilib ko'raman. Davay. Uy. Robuxga tirilaman men. Qovunchirib qo'ydik-ku. Hozir boshqatdan boraman, to'xtanglar. Yo, bolalar, yana o'sha joyga keldik, lekin men endi o'tmayman, chunki baribir o'tolmas ekanman. 280 ta kubikcha olamiz va mana bu yerda mendan necha ochildi? 850 ta, 190 ochilar ekan bolalar. 850 ta qilib qo'yishim kerak. Yana bitta borib kelaman hozir. Yo, bolalar, yana bitta keldim. Endi bu kubikda olamiz. Oy, endi qandadan berar ekan? 18 kadan beryapti yugurganim uchun. 18 kadan bolalar. Qani? Nechka? 336 qadam beryapti har bitta qadam uchun bolalar. Endi men hozir 7 millionda yana 45-level bo'laman bolalar. Hozir tezligimizni ancha kuchaytirishimiz kerak. Bizga tezlik kerak, chunki ko'proq yana kubiklarni yig'ishimiz uchun ancha ko'p tezlikni kutyapman bolalar. Stage 2 o'zi izotaman-ku, men amircha yuryapti bolalar. Unlucky deb qo'ygan, omadsizda bu amircha. Unlucky. Keyin bolalar, bu yerda traillarni Torix Points 2,5 ga olsa bo'lar ekan, Torixli trailda bolalar. O'sha trailda ham olib qo'yaman, faqat menga hozir ko'proq kubikcha kerak bo'ladi. Obunachilar nima deyapti? Eshitamiz gapini. Assalomu alaykum, menga ham Torixligini bering iltimos. Robuxim yo'q-ku, nima qilay? Robuxim qolmadi. 70% speed beryapti menga. Hamma obunachilar mendan kirgan bolalar, ko'rasizlar. 8 ta obunachi kira oladi. Nima? Sandan qanday kiradi, tupoy? 96 bo'ldi, короче, menda speed bolalar. Yo bola, tezligim, короче, 110. Levelimiz 50 ga ko'p ketdi. Hozir yugurib ko'ramiz. Qaysi zonagacha stagegacha bora olarkanmiz? Boya necha stagegacha bordik? Boya necha 7-chi, 8-chi stagedan qaytib keldik-da. Endi u stagedan ham easy o'tamiz. Hozir. Ikkinchi o'rta. Qara, men borib beraman. Shuni unutdim. Oppa! Yo'q, bu nima buncha tez? Hozir boshqatdan boramiz, to'xtanglar, bu safar o'xshamadi. Birinchisi o'xshadi. İkincisi unutmadım. Stage. So'q oldi. Men sunamadan ham tez yurar ekanman. Treadmill. Ye. Ye, o'lib qolmayapman-ku. Davay, ketdi. Oppa! Ye, o'ldingiz. Oppa! O'ldingiz. Yaxshi. O'ldingiz. Gapirmay tur. Hop. O'ldingiz. Ketdi. O'ldingiz. Siki. Uy, yaxshi. Ayttirib o'tamiz. Oppa. Abi Ma. Qani, day. 6-stage bolalar. 36-level kerak deyapti, bitta bizda 52-level bor. Easy o'tamiz. Day. Go. Ketdi. Qani, davay. Mashtradan o'tdik. Ay! O'tdik. Yaxshi. 52. Bu nima qilish kerak bu yerda? Suzadi? Bo'lib qolsa nima bo'ladi hozir? Mis. Suzadi. Yugurting. O'tolmayman. 700 ta olamiz bolalar. Tezligim kuchaydi bolalar. Necha bo'ldik biz shunda hozir? Mana ochdik bolalar. Endi menga 18 kadan beryapti. Bu ham 18 kadan beryapti. Hozir qaranglar. Yana ko'p yig'ib kelishimiz kerak. Bolalar yana stage 8 ga keldik. Endi mana shu o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Da ketdi. Uy, labirintmi hamsha? Yo-mayo. Mana shu labirintda yurishimiz kerak. Pastda jonimiz bo'lar ekan. Yetti suvda jonimiz bo'lar ekan. Hozir o'lib qolamiz. Tezroq topish kerak labirintni. Bu yer ham emas ekan. Qayer? Bu yoqdan. Mana bu yoqdan borish kerak. Boshqadan borasiz. O'zgacha turadi, qarang sizlarga. Ha, ko'rib turibdi. O'lib qolamiz. Keldim. Nima bo'ldi? Ha. Javob tursiz. Yo'q, o'ldim-ku. Jilla javob turmadingiz. Yo, bola o'lib qoldi. Sakraversangiz jannatga yetib qolasiz. Voy bola, короче, farqi bolalar, короче, biz hozir maksimum 52-levelgacha keldik. Endi reverse bo'lib, bu o'yinda albatta ikkinchi qismini chiqaramiz bolalar. O'yinchilar yoqqan bo'lsa videoga like bosinglar, kamida shu video 1000 ta like yig'sa bolalar ikkinchi qismini chiqaramiz va kanalga obuna bo'lib videoga like bosishni unutmanglar. Ko'rishguncha, xayr.